Yo'q, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan men Dilasiz Official 01 bugungi videoda sizlar bilan noldan akkaunt kuchaytiramizni ikkinchi qismi do'stlar. Mana Margexini olaman va boshladik. Yaxshi kayfiyat bilan boshladik do'stlar. Va internet muammo bo'lyapti jidcha. Va mana internet muammosi bilasizlar. Va mana Margexini bizning jamoamizda do'stlar. His addition to the team will massively improve their defense. He's undoubtedly one of the best defenders in world football. A special new player has been added to the team. Ko'ramiz. Va do'stlar, sizlarga ham bitta yangiligim bor. Mana ikkita sari buni qo'yib olamiz. Buni tezlik yaxshi. Buni bo'yasal. Mayli, endi sizlarga mana bu qora futbolchilar kelgan va bu futbolchilarni bosib olamiz. Mana 15 daqiqadan so'ng sizga bitta qora futbolchi chiqadi deyapti. Chiqib qolishi mumkin, lekin mana o'sha sariq agent va uni bosamiz. Qani bizga kim tusharkan? Qani qora futbolchi Norvegiya do'stlar. Vay do'stlar, 8-nomerda Martin Edgard bo'lsa kerak menimcha. Martin Edgard bo'lsa kerak do'stlar menimcha. To'g'ri. Men adashmadim. And it's confirmed. Odegaard has arrived. Ikkita sariq oldik va akkauntimiz qani necha foiz bo'lib ekan? Shu bizga 6.1% hali hamon. 275 ta to'plashim kerak ekan. Hammaga xayr do'stlar.